Intimniy plastikada ko'pchilik ayollar o'ylaydi, bu uyat, shuni ham yoritasizmi, shuni ham qilasizmi deydi. Lekin afsuski, intimniy plastikani odzivlarini do'y postlarini Instagramga qo'yib bo'lmaydi. Hech kim intimniy plastika protsedurasidan keyin menga mamnun rezultat bo'lgan deb ayta olmaydi. Lekin men o'sha protsedurani qilib, nima deydi, motivatsiyam oshadi. Nima uchun deganda, intimniy plastika protsedurasidan keyin ayollarning o'ziga bo'lgan, birinchi o'rinda o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi. 57 yoshdagi ayol kelgan erini telefonida prosta SMS ni o'qib qolganda, menga klient edilar, yuzlariga keyin intimniy protsedura haqida so'radilar. Men tarixan mana shunaqa SMS o'qidim. Ayb o'zimda ekan menimcha dedilar. Ayol aqlliligini qarang. Bo'ldi opa dedim. Biz protsedura qildik. 1,5 oydan keyin menga chiroyli katta buket va sovg'a bilan keldilar, erlari bilan. Erlar endi sho'xroq odam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni yigitlikdagi ayolim yo'qotib qo'ygan desa, yoshligim, kuyovligimdagi ayolim yo'qotib qo'ygandim. Shuni topib berdingiz. Rahmat sizga singlim dedilar mana. O'sha ayol har 6 oyda mendan protsedura oladilar. Mana hozirgacha intimniy protsedura oladilar. Buni hech qanaqa zararli tomoni yo'q. Buni foydali tomonlari bor. To'g'risi.